O'zingiz yaxshimisiz, dadajon? Rahmat qizim. Ovora bo'lib shuncha narsa ko'tarib kelibsiz. Shu tomonga yo'lim tushuvdi. Seni nevaramni bir ko'rib ketay deb kirdim. Uy ishlaridan ortib hech yoninglarga bora olmayapman. Rahmat. Ahvollaring yaxshimi qizim? Rosa ham yaxshiman, dadajon. Ha, ko'zingga nima qildi? Kecha bexosdan eshikka urib olgandim. Eshikka degan. Ha, O, menga qara. Chidasang shu, chidamasang mingtasi bilan yuraman. Tushundingmi? bolalaringiz katta bo'lyapti, dadasi. Menga aql o'rgatma. Mayli, yaxshi bo'lsang bo'ldi-da qizim. O'zingizchi, dadajon. Bugun uyga bormoqchi bo'lib turdim. Kuyovingiz ham qurov bormagan deb 1-2 so'm tashab ketgandilar. Yana boshladingmi? Yaqinda bording-ku. O'sha borganda ham qancha pulimni ishlatib kelding? Hech qayerga bormaysan. Jam uyda o'tir bolalarga qarab. Tushundingmi? Qaytar dunyo ekanda qizim. Nega? Yoshligingda yaxshimisiz deb sen so'raganingda men ha yaxshiman derdim. Endi katta bo'lib sen meni aldayapsanmi? Men hammasini bilaman qizim. Charchadim, dadajon. Bilaman. Bilaman qizim. Qiynalayotganimni siz qayerdan bildingiz? Dunyo shunaqa yaratilgan. Ota-onalar dardini aytsagina farzandlari biladi. Lekin ota-ona farzandlari aytmasa ham ularning dardini bila oladi. Qizim. Bolaligingdek to'yib yig'lab ol. Qattasan ering keldi chiqib olmaysanmi? Nima ish ocha? Kuyovingiz keldilar. Kutib ol qizim. Hozir.